Yoshlar jamiyatning eng faol, eng izlanuvchan qatlami. Ular bilan muloqot qilish esa faqat savol-javob emas, balki ishonch ko'prigini barpo etish demakdir. Andijon garnizoniga qarashli harbiy qismda Jasorat maktabi yoshlari ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. O'tkazilgan uchrashuvda Andijon harbiy prokuraturasi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi, Andijon viloyat kengashi, harbiy xizmatchilar hamda Jasorat maktabi yoshlari qatnashdilar. Uchrashuv davomida yoshlar bilan samimiy suhbat tashkil qilinib, ularni qiziqtirgan savollarga mas'ullar tomonidan batafsil javoblar berildi. Tadbir ishtirokchilari mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida fikr almashdilar. Jumladan, prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni Yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Bu esa yoshlar bilan manzilli ishlashda muhim qadam ekani ta'kidlandi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad ertaga bu yoshlarimizni keyingi hayotida o'zlarini mustahkam bilimlarini egallash hamda davlatimiz tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlarga yaratilayotgan sharoitlarni bular o'zida amaliyotda izchil tatbiq etish borasida amalga oshirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, muhtaram yurtboshimiz joriy yil 24-fevral kuni yoshlar bilan ochiq muloqotida haftani har payshanba kuni yoshlar bilan muloqot, har bitta quyi tizimdan tortib barcha darajadagi rahbarlarni yoshlar bilan muloqot olib borish kuni qilib belgilab berdi. Bugungi shu harbiy prokurorimiz bilan o'tkazilayotgan ochiq muloqot ham muhtaram yurtboshimiz belgilab bergan vazifalarning bitta namuna sifatida yoshlarni harbiy sohaga oid savollari, ularni qiynab kelayotgan muammolari hamda bularni ertaga harbiy vatanparvarlik ruhida yo'nalishida amalga oshirayotgan rejalariga shu mutasaddi rahbarlar tomonidan aniq reja asosida javoblar berilmoqda. Uchrashuvda yana bir jihatga e'tibor qaratildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni turli ijtimoiy va ma'naviy loyihalarga jalb etish masalalari ham muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni rahbarligida o'tkazilgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida qo'yilgan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida sifatli bajarish maqsadida Andijon garnizonida joylashgan bizning harbiy qismda Andijon harbiy prokuraturasi, Andijon Yoshlar ishlari agentligi va bir qator davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil qilindi. Asosiy bu tadbirda ishtirok etgan tarkibimiz Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'inida jalb qilingan yoshlar hisoblanadi. Bu tadbirimizdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni bugungi kunda faol hayotiy pozitsiyasini jamiyatda belgilab berish, qolaversa ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Harbiy prokurorimiz tomonidan bugungi kunda sohaga oid bo'lgan bir qator yoshlar masalalari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek Andijon garnizoni boshlig'i, harbiy qism komandiri tomonidan ham bugungi kunda yoshlarni ertangi kun ta'minlashga qaratilgan harbiy qism mansabdorlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar borasida, shuningdek milliy armiyamizda mudofaa vazirimiz, prezidentimiz rahbarligida izchil amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati bo'yicha bir qator ma'lumotlar berildi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlar qalbida ishonch uyg'otadi, ularni katta maqsadlar sari chorlaydi. Bugungi muloqot ertangi yutuqlar poydevoridir.